Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga mana o'zimizning Beruniy tumanimizda joylashgan Ko'kmara magazinidagi narx-navolar bilan tanishtirajaqman. Assalomu alaykum. Bobur 95 kanalining obunachilari, Ko'kmara Beruniy kanalining obunachilari. Bizlarning asosiy biznesimiz Teynami tag'in mana Gornitsa zavodning qozonlari, mana hamma razmerlari bor. 6 litr, 8, 10 litrda 3 kilo bo'lib o'xshaydi mana. Toshdan yasalgan metal buyumlar ishlatsa bo'ladi bu mana. Zavoddan 5 yil garantiya bor mana. Gornitsa sifatli yaxshi. Kimlar Ko'kmaran o'zi ham bor. Buning boshqa variantlari ham yana keladi. Bir boshqa litrlar ham hozir 10 litrlar qoldi bizlarda. Granit degan bu toshning oti bu. Yana shunday. Buning baholari bu 550 ming so'm. 3 kilo bo'lib o'xshadan bu Gornitsa sal arzonroq turadi Ko'kmaradan. Bu 450, 2,5 kilo ishlatgan 430, 2 kilo ishlatgan 370 ve Ko'kmaraning bilan 3 litrligi bor, 1 kilo ishlaydi bunda. Bu 340 ming, 2 litrlik mana Gornitsaniki. Bu 240 ming, keyin 1 litrlik Trendy stil Ko'kmaraniki bu 230 ming so'm. Keyin bu Ko'kmarang alyumin variantlari bor. Bular ham qarayib qusmitag'an, hammasi ishonchlidir. 3 litr deyiladi, 1 kilo ishlaydi bunda. Bahasi 200 ming so'm. Bu originalning ko'p odam farqini bormasa, mana aslida Ko'kmara degan pechati bo'ladi mana. Ana shu originallarida bo'ladi bu pechat, patentlanganda. Ulu zavodda chiqadigan narsalar. Bularning bahasi 150 mingdan boshlanadi. 1 litrliklar 150, 2 litrliklar 170, 3 litrlik 200, 5 litrlik 270, 2 kiloliklar 6 litrlik 290, keyin 4 kilolik qoldi hozir 430 ming so'm. Boshqa litrlar ham yo'lda kelyapti. Pastda kanallarımıza abone olup kelsanglar 100 ming so'mlik kuponimizda chegirmada 50 ming so'mdan beramiz. Buning afzalligi do'konimizdagi barcha mahsulotlarga har doim 5% chegirma bilan xarid qilishlaringiz mumkin. Termizlarning baholanib tushuntirsangiz. Bular Xitoyda ishlab chiqariladi. Obyomi 1 litr, sirti plasmas bo'ladi, ichi shisha bo'ladi. 50 ming so'm bular. Bu yerga o'zimiz ham shunday ishlatamiz. Buni quyishga ansat bo'ladi mana. Ochib yovish shart emas, bir marta quyib olsa bo'ldi. Bu ham 1 litr yaxshi xili bu 60 ming so'm sal kelishtirib beramiz. Keyin mana 3 litrlik bor. Bu ham ichi shisha bo'ladi, original. Bu 60 mingdan berib turibmiz. Keyin bu yerda ichi temir xillar bor, 80 ming, kattalar bor mana 3 litrlik, ichi shisha 95 ming so'm. Qaytaman beriladi. Chaynaklarimizning bahasi bu 1,5 metrlik Rossiyanik 95 ming so'm. Bu Rossiyanikda pechat bo'ladi shunday. Pechati bilan sotamiz biz hamma narsalar ko'bisini. Rossiyaning o'zlari. Bu 2 litrlik 100 ming so'm. 2,5 metrlik 110. Buni ham 100 dan bersa bo'ladi. Bu ham original pechati bor hammasi. Bu 3,5 metrlik 120 ming so'm. Bu ham Rossiyaniki. Keyin xushtak chaynaklarimiz bor. Bular zipter. Bu podarishniroq bo'ladi. Bu esa sifati yiroq, pastroq 90 mingdan berib turibmiz. O'zimiz uyda shunday ishlatamiz. Mana og'ir xili 150 ming so'm. Buning afzalligi dastasi qayriladi mana. Suv quyganda hech kim qiynalmaydi. Qizib ketmaydi, yaxshi. Bular Ko'kmaraniki. Endi niya beshiraq ishlataman desam, qozon bilan patsvet etaman desa shuni olsa bo'ladi. 220 ming, 200 bersa bo'ladi. Bular ham Ko'kmaraniki niya beshiraq. Keyin bizlarda mana suv quymish ko'p sotiladi. Giffel firmaniki 1000 wattlik bo'ladi, kuchli gasherlardan bemalol suv ketiladi bu. Bu yuvish ansat buni yana shu ochiladi, shiq ketib, motordan suv tushmaydi. Bahasi 730 ming so'm, 700 mingdan berib turibmiz. Mont qozonning mana Demidovskiy degan bor, buni originali o'zlarda. Ulu zavod bular ham bahasi 450 ming so'm. Buning afzalligi 3 list etib ishlatsam bo'ladi, 2 list etib ishlatsam bo'ladi. Ko'pchilik endi 4 list etib ishlatadi. Keyin beri Kalitva firmaniki bor. Bu ham mont yovishmaydi bu ham, mana valna qo'yilgan. Bu 380 ming so'm. Kichkinasi bor 280 ming so'm. Kichikroq qo'ljoqlarga bo'lsa o'ng'ayli. Bu hammasi Rossiyaniki, ishonchli. Keyin Gornitsa tovamiz ham bor mana. 26 sant obyomi, bahasi 260 ming so'm. Bu boshqa razmlar ham keladi. Bir kunga Ko'kmara skoruplarimiz ham ishonchlanmas. Keyin mana shu ovqat termozimiz ham toza keldi. So'nggi dizayn. Buning afzalligi ichida mana probka rezinka qappog'i bor-da, ovqat to'gilmaydi. Biriga solib qaraganda o'ng'ayli bo'ladi. 2 litrlik bo'ladi. Qo'shimcha idishlari. Bu 100 mingdan bersa bo'ladi buni. Bu mana plasmassasi bo'lmasa ovqat to'giladi, baraman deguncha. Hamma yerga to'gilib boradi-da. Shunday. Masalan, manalarda shu probkasi bo'lmaydi bu. Endi arzon bo'ladi. 75-85 shunday. Bu 110lik. Bu ulqoni 120. Niya beshni idishlarimiz ham bor. Har turli mosh, lo'ya, shunday mayda-shunday ziravorlar solib qo'yish uchun mo'ljallangan. Bu uchovi 3 turli razmer bo'ladi mana. Uchovi 100 ming so'm. Kattasidan ko'kcha zavod solib qo'ysadan bo'ladi. Keyin bular ham shunday narsa mana. Mosh, lo'ya, denek, har turli shunday narsalar solib qo'ysa bo'ladi. Kuxnida bu narsalar solib qo'yish uchun mo'ljallangan mana. Rasmda ko'rsatib qo'yibdi. Nunasi solib qo'ysa bo'ladi deb.
Bu kattasi, bu 65 ming, bu 55 ming. Bundan ham kichkinalar ham bo'ladi, bu ham keladi. Bu kichkinasi. Kimlar qoshiqlarimiz ham ko'p sotiladi mana. Qoshiq vilksab qo'yiladi, dasturxonda turishga o'ng'ayli. Bahasi 50 ming so'm. Kimlar 6 kasa, bir çaynik naborimiz var. Padarishni uyga shetsadan bo'ladi. 140 ming so'm. Chiroyli ranglari keldi. Qizil gulli ranglar ham keldi. Bu pastag'ichi. Bu Bosch firmaniki ovqat pishirish uchun mo'ljallangan 3600 gradus issiq chiqaradi. Shu yerdan skorost o'zgartiriladi. 250 ming so'm, 230 berib turibmiz. Sifati zo'r, uydan qizdiradi bu. Bu pishiratan Pishiratan naborlarimiz Kalitva firmaniki, hammasi Rossiyaning oti tushirilgan mana Kalitva Rossiyaniki. Bu obyomi 2 litrlik 65 ming so'm. Bu 2,5 litrlik 75 ming so'm kastrolka. 4,5 litr, 4,5 litrligi bor mana. Bu 95 ming so'm. Boshqa razmerlar ham keladi bir kunga. 10 litr, 12, 15, 20 litrgacha bo'ladi. O'g'in qazillar. O'g'in qazillar originalini sotamiz biz. Alyuminiydan yasalgan bo'ladi. Obyomi 10 litrlik, bahasi 450 ming so'm. Ishonchli, ko'p sotilgan bu ham. Keyin naborimiz bor. Rossiyaniki 4 ta 350 ming so'm turadi. Siz kelishib beramiz uni. Keyin limon chaynik ko'p sotiladi bizlarda. Ayollar ko'p ishlatadi. 1 litrligi 75 ming, 1,5 litrligi 85 ming so'm. Chiroyli olib chiqqan so'nggi dizayn. Tuzdonlar bor mana. Ko'k jazavorga, qora jazavorga tuz, buz sap qo'yish uchun. Bular 65 liklar mana 365 ming ko'p sotiladi. Qimmatroq niya beshinglar so'raganlar uchun mana 180 lik bor. Bu og'ach dasta bo'ladi, pastda ham og'ach bo'ladi. Keyin mana qoshiq navorlarimiz ko'p sotiladi. MGF firmaniki ishonchli original. Bu sarisi 350 ming. Bergi varianti bor mana 330 ming so'm. Hammasi ishonchli, chiroyli, niya beshning so'nggi chiqqan dizayn hammasi. Keyin bergi Sami firmaning qoshiqlari bor. Bunda ham 12 qoshiq, 12 yillik, 12 ulug' qoshiq bo'ladi. Pachkisi 250 ming so'm, sal tushib ham beriladi. Keyin mana alyumin sushilkalar ko'p sotiladi. Postlar yuvib taxlab qo'yiladi. Zanglamay tag'in 280 ming so'm. Niya beshning dizayndagilari ham bor mana har turli. Bu yerning adresini keltirgan bo'lsak, bu yoqdan Shabbos bor, Orientir. Bu yoqdan Baysa tarafdan kelish, bu yoqdan Giper tarafdan kelaverish. Ana shu Ko'kmara magazin.